Assalomu alaykum hammaga. Mana navbatdagi kat yo'limiz bitdi, xudo xolasa. 2026-yilda birinchi dastavkamiz, bugungi sana 22-may. Dastavkamiz Surxondaryoga, xudo xolasa. Surxondaryolik akamiz xudo xolasa yaqin 5-6 ta kat yo'l jo'natgan edik. Ko'rdi, qo'shnilari olgan edi. Natijalarini ko'rdi. Ularni ham qo'ydik, xudo xolasa Surxondaryoda ishlatib, mana natijalarini ko'rgan odamlardi. Xudo xolasa kat yo'llarimiz mana xudo xolasa bu kat yo'limiz 7 sotikka mo'ljallangan kat yo'limiz. 7 sotikka mo'ljallangan kat yo'limiz. 7 sotikdan 5 sotikgacha shu kat yo'limizni beramiz. Mana uzoqdan ham bir olib ko'rsatib qo'yamiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu qolganlariga nisbatan ancha kattaroq ishlangan. Ikkinchi navbatda endi bunkeriga sig'imi, ko'mir sig'imi o'rtacha hisobda 170 kilogrammgacha, 180 kilogrammgacha sig'adi. Ko'mir bir zapravkasi. Eng sovuq paytlarida -10, -5 gacha bo'lgan paytda 18 soat yonadi. Shunaqa holatda hamma misol qo'yganlarimiz shunaqa holatda bo'ldi. 4 dan boshlab ertalabki 8 gacha, 9 gacha yoqib nima qilishadi. Bitta zapravka qilib qo'ysangiz bo'ldi. Shunaqa holatda. Endi ikkinchi navbatda buni tejamkorligini hamma bildi, xudo xolasa. Mana qo'ygan endi boshqa katyo'llar qo'ygan bo'lsa, ular chiqarib ham tashab turib buni qo'yishyapti. Inshaalloh yaxshi bo'lyapti. Buni effekti shuki, faqatgina ko'mirni tejab, undan keyingisi yaxshiroq isitib bergani uchun. Shunaqa holatda, misol 170 kilo balki ko'pdir. Shunaqa holatdadir, lekin bu 170 kiloni 80 ga 75 ga qo'yganda termostatni ichkari tomonda -10 bo'lganda tashqari plus ichkarini 20 ushlab turadi. Shunaqa holatda. Sabablarini keltirsak, xudo xolasa buni ichki sistemasi boshqacha bo'lgan kat yo'lda ichki tuzilishi. Shundan. Shunaqa holatda hozirgi paytdagi eng kerakli narsa birinchi o'rinda yoqilg'ini tejash, ikkinchi navbatda yaxshiroq isitib berish. Shunaqa holatlarda